Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan bitta yeganda og'izda erib ketadigan va bir oy tursa ham svejiyda turadigan chakchak qilishni o'rganamiz. Chakchakimiz og'izda eriydigan bo'lib chiqishlardan ayni sababidan bittasi bu unga solingan tuxum va tuxum sarig'i hisoblanadi. Shuning uchun 5 ta tuxum va undan tashqari 5 ta tuxum sarig'ini solib qattiq xamir qorib tindirib qo'yamiz. Chakchakimiz bir oy turganda ham qotib qolmasligini ayni siri bu xamir yoygandan keyin o'rtasiga toplёnный masla surishdi. Xamirimizni yoyib, toplёnный masla suramiz va ikkiga buklab 5 minut qotirib qo'yamiz. Buklangan joyini ingichka kesib tashab 9 sm dan 5 ta bo'lagi bo'lamiz va bo'laklarimizni shunaqa 1 sm dan lentichkalar qilib kesib olamiz. Xamirlarimiz yoqqa tushishi bilan shunaqa gajay bo'lib oladi. Sizlar o'zingizlar azgincha qarashvorsanglar, cho'p bilan mundoq tevarsanglar, yana ham gajay bo'lib chiroyli bo'lib chiqadi. Chakchaklarimizni ikkiga ajratib olamiz. Bir xilda chiroyli chiqqanlarini ustiga terish uchun olib qo'yamiz. Qolganini qiyomga aralashtirib ichiga shunaqa qo'yamiz. Ustiga alohida olib qo'yganlarimizni qiyomga botirib shunaqa bittalab terib chiqamiz va qo'limizni ho'llab azgincha bostirib olamiz. Ustidan idealniy ko'rinishi uchun o'zini qiyomidan shotkada surib chiqamiz. Hayit dasturxoni uchun ajoyib va idealniy chakchakimiz tayyor. Ko'rib baho beringlar va albatta yaqinlaringizga jo'natib kommentariyada o'z fikringizni bildirib keting. Chakchakim sizlarga yoqdimi?